Assalomu alaykum. Men Narzulayeva Dilnoza Xatovna. Siz ona bo'lasiz Eko markazi reproduktolog ginekologi hisoblanaman. Bugungi kunda biz juda ham ko'p oilalarning farzandli bo'lishlariga sababchi bo'lib kelmoqdamiz. Bizga murojaat qiladigan bemorlarimiz ichida polikistoz tashxisli qizlarimiz juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Ularni davolashning eng asosiy usuli bu eng oddiy sog'lom turmush tarziga rioya qilish hisoblanadi. Biz ularga birinchi o'rinda yaxshi va sifatli uyquni tavsiya etamiz. Sifatli uyqu deganda o'sha 21:00 22:00 atrofida uxlash. Ikkinchi o'rinda sog'lom ovqatlanish, ya'ni to'g'ri ovqatlanish va uchinchi o'rinda ularga jismoniy faollikni tavsiya qilamiz. Ya'ni ularga bir kun davomida 10 ming, 15 ming, 12 ming qadamgacha yurishni tavsiya qilamiz.